bahor ham keldi mana. Axir. Nima ish qilsam bo'lar ekan endi? Qovun ekaymikin yo, bu yil qovun ekmaydim chamchasi. Hamma qovun ekadi. Ko'l qilaymikin. Ko'l qilsam katta pul kerak. Bu endi o'zing bilan o'zing gaplashib olmagin, jon Farhod. Jobir tog'a qaydagina dalaga boray, dalada o'ylayman hozir. Hammasini borib qadriga qo'yaman. Mazami. Sizlardan shunaqa yotqinan keladimi bahorda? Hamma yoqda qilib qo'yilgan. Agaratlagan narsalarni yeyki, qo'llarga tashlagan. Soqqasi amal yo'q. O'ylab o'tiraman, men magazinchi qilaman, boshqa qilaman. O'ylab qarasam hech nima emas. Endi kreditni olaman, telefonlarni olaman, yo'qni olaman, sotolaman, nima yo'q. Keyin indiruvchilar keladi, onga chiqib paylab o'tiraveradi, chaqirsa indamas. Qidirib yuraveradi, o'sha mayli 5-6 bera, kreditni olibdi. Bilmaysizlarmi, qayerdan olsam bo'lardi? 100 million pul. Bularni kommentariyaga yozib olinglar, iltimos.